Akalar, dunyodagi eng xunuk teleminorani ko'rganmisizlar? Unda tanishinglar, dunyodagi eng xunuk teleminora Pragada joylashgan Zhishkov teleminorasi. Ushbu teleminoraning qurilishi 1985-yilda boshlangan va naqd 7 yil davom etgan. Ushbu teleminora reja bo'yicha Praganing eng yorqin zamonaviy arxitektura binosidan biri bo'lishi kerak edi. Lekin afsuski bunday bo'lmagan. Odamlarning fikriga ko'ra ushbu binoda hech qanday bezaklar yo'q va u juda ham oddiy qurilgan. Ba'zi bir insonlarning aytishiga qaraganda esa ushbu teleminora la'natlangan. Ya'ni ushbu minoraning bir qismi eski yahudiy qabristonining ustiga qurilgan va shuning uchun ham ushbu teleminora muvaffaqiyatli chiqmagan. 2000-yilga kelgandan so'ng esa buyuk chex arxitektori David Cherny ushbu teleminoraga ozgina o'zgartirishlar kiritgan. Ya'ni avvallari teleminora mana bunday holatda bo'lgan. David Cherny esa ushbu teleminoraga 10 ta emaklayotgan chaqaloq haykalini qo'shgan va endi teleminora o'zgacha ko'rinishda turibdi. Ushbu teleminoraning balandligi 216 metr va Toshkentdagi teleminoradan esa naqd 160 metr past. Xo'sh, akalar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Rostdan ham ushbu teleminora juda ham xunukmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Agarda sizga Chexiya hayoti va Chexiya haqida ko'proq ma'lumotlar qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lishni unutmang.